Inson energetikasi aura maydoni raqamlar orqali namoyon bo'lishini bilarmidingiz? Matritsa tahlili, ruhiyat ilmi sizga bu borada yordam beradi. Nega? Ko'pchilik insonlar absolyut energiyada, oqimda, serobgarlikda yashaydilar. Sizda esa doim ichki xafagarchiliklar, pulda muammo, oilaviy sinovlar bir xil tusda takrorlanadi. Buning sababi sizning energetikangiz va chakralaringizda, matritsadagi karmaviy to'siqlaringizda ekanligini bilarmidingiz? Ajdod avlod energiyasi, ya'ni 7 ajdod dasturi, puldagi bloklar, o'z missiyangiz haqida to'liqroq ma'lumot olishni, bu kabi savollarga javob olishni istaysizmi? Unda bizga murojaat qiling. Biz sizdagi karmaviy to'siqlar, energetikalar, sog'liq, pul, chakra bo'yicha yordam beramiz.